Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, mana bugun biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumtepa chorva bozoriga yetib keldik. Sana kuniga 25-dekabr payshanba kuni. Bizni kuzatishda davom eting. Hayvonlarni bir qator videoga olib ko'rsatamiz. Ketdik. Ha? Chirelichi sigirlardan boshlaymizmi? Neç pul oldu aka? Ye. Ne bilmeyiz. Horma aka. Siz charchamasdan. Nechinchisi? İkincisi. Bolasi? Bolasi Novos. Nechta sutga beryapsiz? 5 litr, 8 ta deymiz. Boladan tashqari 5 litr sut beradi, haloli pok. Ha, erta kecha bir sutkasida. Ha, bir sutkasida 5 litr bolasidan tashqari sut beraveradi. Puli nech pul? Puli 25 million tish o'tib beramiz. Bozor nech pul qildi? 22,5, 23 gacha savdo qildi. 22 million 500 ming, 23 million savdo bo'ldi. Keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, yumsiz? Oling, masini model. Adres bolasi. Bolasi Novoscha bo'ldi. Novoscha. Nechinchi tug'ish ekan? Ikkinchisi. Nomer bering. 90li. Nechi? 161 1640. Ketdi, o nariga yuruvchi qoling. Horma aka. Yumsiz charchamasdan. Nech pul aka? 20 million kami bor. 20 million so'm kami bor. Bolasi nima? Bolasi xonachi. Bolasi xonasi. Nechinchi bolasi bu? Uchinchi bolasi xonajin. Suti nechta? Suti eng qo'yibdi, 6 litrga beraveramiz. Mana boladan tashqari 6 litr bir sutkada sog'ib olaveradi. 3 litrga 3 litrmi yo 4 litrga 2 litrmi qilib bir sutkada beradi o'sha sutni. Bozor nech pul qildi? 16 million. 16 million so'm bozor savdo qildi. 16 million so'm beramiz dedi. Zicha bordik turibmiz. Ha. Telefon nomer qoldiramizmi? 94lik. 94lik 981 981 2200. 2200. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka assalomu alaykum. Alaykum. Tuzimisiz? Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Nima bolasi? Bolasi xonasi. Bolasi xonajin. Suti nechta? Suti 6 litr ekan. Suti 6 litr. Mana boladan tashqari bir sutkada 6 litr sog'ib olaveradi. Ha. Puli nech pul? Puli 23 million kami bor. 23 million so'm kam bor. Bozor nech pul qildi? Bozor 21 million. 21 million so'm savdo bo'ldi, berganingiz yo'q. Oz-moz qo'shsa yuradimi yo hali bor deysizmi? Oz-moz qo'shilsa sotamiz. Ha. Dastavka ham qilib berasiz. Hech bir qo'shilsa beradi. 21 ga. Oz-moz qo'shilsa beraman deyapti. Xo'p, telefon nomeringiz? 99lik 438 7916. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Nech pul aka molingiz? 45 million narx aytyapman. 45 million so'm narx aytilyapti. Nechinchi bolasi? Ikkinchisi. Bola Novoscha. Novos. Ikkinchi bolasi bolasi Novoscha. Xo'p, suti nechta? Bolani qo'yib. Suti bor. Yo'q. Menga 10 ta demay, mana boladan tashqari bir sutkada nechta sut sog'ib oladi? Mana uni haqini aytmang. O'zini ayting. 10 litr sutga boladan tashqari beraverasiz. Qonunda bormi yo'qmi? Gumoni. Gumon, qo'yilgan gumon. Qochib bo'lgan bo'lsa vaqtda. Bozor nech pul qildi? Bozor 39 qilgan. 39 million qildi. Yaxshi. Telefon nomeringiz? 94lik 856 856 0778 856 07 58 78 07 78. Aka sog' bo'ling. Bozoringiz bo'lsin. Ha.
Uchinchisiga. Boladan tashqari 10 taga berasizmi yo qo'yg'isi yo'q 10 tada? Kechgacha yemsa 10 litrni o'zi yeb qo'yadi bola. Ha, yo'q, men boladan tashqari Bolasi ham nechta yemadi. 10 ta sutga sizga beraman. 10 ta sutga beriladi. Yemasa, ichmasa, Ya'ni sutga yo'q. soat yesa, O'ziga bog'liq u. 27 million kami bor. Sog'liqlari 20. xudo xolasa yaxshi. Yeb ishlari zo'r. Baraka topasiz. Bozor necha pul qildi? Yeraver, aka, endi bozorga kelgan aytsam gapiravering, nechta berasiz? Ha, yetsin. Yetsin. O'zini. Sog'ib ber. Kamol. Qo'lingni. Aka ko'ring. Qo'lingni ol. Sog'inlarni ham ko'rsat. Ko'ringlarchi, obunachilar. Kamoldan. Kamoldan. Ro'zg'orga zo'r tamashimollar. Ha. Menga ko'rsatib bersiz bo'ldi, aka. Men videoga qo'ydirib qo'yaman. Bozor necha pul qildi dedingiz? 24 million so'm savdo ko'rdi. Telefon nomeringiz? 10 litr sutga beraman. 10 ta sutga berasiz. Beravering. 27 million kami bor. 22 million beraman. Yaxshi aka. So'radi. Gapiring. Aka, assalomu alaykum. Yurmisiz charchamasdan. Aka, necha pul? 35 deding. 35 million so'm kami bor. Maqbulsiz. 29 million so'm savdo qilishdi. Bolasi nima? Xonajim. Xonaji. Nechinchi bolasi bu? Bola. Ikkinchi bolasi. Suti nechta? 8 litr suti bor. Bitta tortib bering, mana shuni olib bitta ko'rsatganingizda eti yaxshi ekan. Obunachilar ko'ringlar. Bolasi 8 ta suti bor deyapti. Bolasi xonajin. Telefon nomeringiz? 77lik 314 0676. Aka, sog' bo'ling, bozoringiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomer berganlar qo'yib ketaveramiz. Bermaganlardan to'g'ri tushunasizlar. Mana bu olani ham topib beraylikmi? Olaylikmi? Assalomu alaykum. Yo'q ekan, kerak emas. Buni ko'rsatib olaylik. Yaxshimi aka? O'zingiz tushmaysiz. Olmay yaxshimisiz? Necha pul? Bir jupmi? Buni bolasimi u? Unikani u. Jupini necha pul qilishdi? Buni o'zinichi? 26 million 500 ming savdo bo'ldi. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchisi. Suti nechta? Boladan tashqari 4 litr 5 litr sog'ib olinyaptimi yo hammasi ichidami? Boladan tashqari 4 litr. Ana shuni aytsiz, odam qiziqib keladi-da, ana ho'kizdek bo'za emgandan keyin muncha sut yana berar ekan degan odamda fikr bo'ladi. Bolasi o'ziga yetib qolibdi mana. Yaxshi. Telefon nomer? 90lik 584 0650 584 0650. Tog'asiz necha pul deyapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 9 million baho aytyapmiz aka. Yana bolami? Yana bolami? Bolasimi bor, ikkinchi bola. 30 million narx. 30 million narx aytyapsiz. Savdo necha pul bo'ldi? 26 millionga berilmadi aka. 26 million so'mga berilmadi. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchisi. Xonajin Novos. Novoscha. Suti nechta? 6 litr. Mondan tashqari bir sutkada 6 litr sog'ib olaveradi. Ha, ertalab kech payt mondan tashqari sog'ib olsa bo'laveradi. Ha, tushunarli. Telefon nomeringiz? Jiyanikini yozib olaverasiz. Yozib oldingiz-ku, ha? Ha, mana shu bolani haligi bolaning nomerida ketaveradi. Jiyan. O'shan jiyanlar ekan. Hoji aka, ikkinchi bola. Yo bu bolasimi? Boshqa. Bolasimi? Siz bu deyapsiz-ku? Bolasi qimajin aka. 32 million kam. Savdo bo'ldimi? 25 yarim, enasi 5 oylik bo'ldi. Ya enasi 5 oylik bo'ldi. 3 ta mol ekanda demak, bola qonida 5 oylik bo'lsa, mana bu o'zi yoniga kirib qolibdi. To'g'ri aylantiribdi. Bersa, bersan. Suti yo'q, yo bormi suti? Yo'q, sutdan chiqib ketgan. Sutdan chiqib ketgan. Telefon nomer? Telefon nomeringiz? Yo'qmi? Sotvoramiz. 5 oylik bo'lg'oz. Bo'pti. Bozoringizni bersin.
Ha. Oldingizmi siznikimi? Meniki. Bir martaga 36,5 millionga yana bor. Bolasi qanchamiz? Novos. Novoschi. Aka, zo'r. 36,5 millionga sotilibdi. Qumtepada sigir bozordamiz. Akalar, yangi ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yana bir marta so'rash Ma'lumotlarni beramiz. Bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz. Ikkinchi tug'ishi. Ikkinchi qoringa bo'g'oz, ha? 7 oylik. Puli nechi pul? Puli 24 million. Kami bor. Kami bor, ozgina kami bor. Bozor nechi pul qildi, sir bo'lmasa? Bozor suvda Realniyalik yo'q ekan. ber mashinga deydigan degani. Ber mashinga deydigan. 7 oylik aka. Abdulaziz aka, oxirgi savdosi nechi pul bo'ldi? 19. 19 millionga berishmadi. Plus 20 pastda bitadimi? Yo'q. Bering, o'sha biz meni obunachilarim ko'radi. Ishqiboz bo'ladi. Mol o'zimizning mashetski molda, to'g'rimi? Bu Qirg'iz, Qozaq, Rossiyadimi? Mashetski. Ha, shetdi moli. 20 ga o'tib berasizmi deyapman. Meni obunachilarim so'rab qolsa, yopishtirasiz, odam qiziqadi. Telefon nomeringiz? 94 630 7006. Aka, bozoringizni bersin. Sotib yuboringlar. Yana bola. Oling ma'lumot sherik. Birinchi bolasi. Necha oylik bo'ldi bu bo'zacha? Bolasi aka 2 oylik. 2 oylik bo'ldi. 6 litr suti bor aka. Mani qo'yildi, gumonmi yo aniq bo'ptimi? Aka aniq qo'yildi, endi gumoni bor. Ha. Garantiya bo'g'oz demaydi. Ha. Qochgan bag'omat shu. Garantiya. Yuvosh. Bolasi xonasi. Birinchi tug'ishi. Qarangda, meni obunachilarim bir narsa so'rayapti. Ana shu narsani gapirib bering, menga halol pok. Suti bor 6 litr. Boladan tashqari sog'ib olaveradi. Real savdo bo'ldimi? Savdo ham bo'lyapti. Savdasi necha pul ko'rdi? 23,5 hozirgisi. Berganlaring yo'q. 26 bor aytyapsiz. Kami bor aka. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 531 531 20 22. 2022. Muhammadjon tog'a mollari. Yoqqan bo'lsa, Kelaverasizlar, ishonchli odam. Muhammadjon tog'a yaxshi mol olib chiqib sotadi. O'shaning uchun men qo'rqmasdan so'rayapman, bunaqa qilib bera olasizmi deb. Bularda hamisha mana sigir bilan shug'ullanadi, garantiya beradi. Pulidan 3-4 million qolsa ham beraverasiz sinamoqqa. Beraveram 5-6 million qolsa ham. 5-6 million qolsa ham berishaverar ekan. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. molni ko'ringlar-chi. Aka, tuzimisiz? Charchamasdan. Ishlaringiz yaxshimi? Nechinchi bolasi? 3-bolasi. 3-bolasi. Bolasini baqa chiqaring, ko'rin dedi. Bolasi nima? Bolasini ovoz. Bolasini ovozcha 3-chisiga 3-bolasi. Bir haftalik bo'lib shekilli, kindigi ham tushmabdi. Haftalik bo'lib bo'lgan yo'q. Bo'lib bo'lgan yo'q. Xo'p, nechta suti bor buni? 15 ta beryapti mana shu bolasi tagida. Bolasi tagida yurib 15 litr sut beryapti. Nech pul deyapsiz buni? 45 deyapti. 45 million so'm kami bor. Savdasichi bozor nech pul qildi? Jazman savdoga bo'lgan yo'q, 35 so'rab turishdi. 35 ga berganingiz yo'q. Ha, telefon nomeringiz? 99 99lik 492 3316. Aka, bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Nimaga charchamaysizmi? Yo'q, charchaganim yo'q, yaxshi. Azobrachilar mana sigir bozorimiz ham o'zi sanaqli sigir chiqqan ekan, tugatyapmiz. Bir qat aylanib qo'ydik Nahnovola, Qumtepa bozoridamiz. Endi ovozlardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar.
Bloger akam. Ishlaringiz charchamay. Real savdo Bormisiz? qilamiz. Nima olib chiqdilar bugun? Yakshanba olib chiqamiz bugun nasiyalar yig'ishtirgan. Ha. Bo'laveradi.